Men avvaliga bu tuyg'ularni o'zim ham tushunmadim. Hayotimda hamma narsa odatdagidek boshlangandi. 27 yoshda edim. Mohira degan bir qizga uylanib, ularning uyida ichki kuyov bo'lib yashay boshladim. U bilan tanishganimga ko'p bo'lmagan, lekin muhabbat degan narsaga ishonardim. Mohira chiroyli, gururli, biroz injiq. Boshida hammasi yaxshi edi. Ammo vaqt o'tgan sayin biz bir-birimizdan uzoqlasha boshladik. Har kuni mayda gapdan janjal, turli noroziliklar, sovuq nigohlar. Men indamasdim. Yutardim. Sabr qilardim. Shunchaki oila saqlab qolaman deb o'ylardim. Bu orada u kishini, Mohiraning onasini, Muqaddas opani asta-sekin boshqacha ko'ra boshladim. Bilasizmi, u ayolda nimadir bor edi. Tinchlik, donolik, mehr. Har safar menga qarasa, qalbimda nimadir uyg'onardi. Men bunga nom qo'ya olmasdim. Mohira menga, men seni sevmayapman deganida ichimdan nimadir uzilib tushdi. U mendan ketdi. Qolgan faqat jimjitlik va Muqaddas opa edi. Men ularni tark etdim. Qochib ketdim. Yolg'iz qoldim. Lekin Muqaddas opa menga tez-tez yozardi. Qalbing qanday deb so'rardi. Sen yaxshi insonsan, sen sabrli eding, derdi. U bilan uchrashib turganimiz sari yuragimdagi savol oydinlasha boshladi. Men uni sevardim. Bir kuni o'zim ham ishonmay aytdim. Muqaddas opa, men sizsiz yashay olmayman deb o'ylayapman. U ko'z yoshlarini yashirishga harakat qildi, lekin nigohi hammasini aytib turardi. Bu muhabbat gunohmidi? Bilmayman. Balki jamiyat uchun ha. Lekin qalbim uchun bu sof, halol, chinakam tuyg'u edi. Ko'p o'yladik. Suhbatlashdik. Odamlar nima der deb emas, o'z yuragimizni eshitdik. Va qaror qildik, biz birga bo'lamiz. Bugun men Muqaddas opaning, yo'q, endi ayolimning yonida turib, bu dunyoda sevgi degani yoshga, urfga, odamlarga bog'liq emasligini tushundim. Men sevgan ayol bir vaqtlar qaynona bo'lgan, lekin aslida qalbimni eng yaxshi tushungan yagona inson edi. Men o'zimni aybdor his qilmadim. Chunki bu muhabbat shunchaki kutilmagan emas, balki sinovlardan o'tgan, og'riq ichida pishgan muhabbat edi. Biz hech qachon bir-birimizga xiyonat qilmagan edik. Hammasi halol, pok va eng muhimi, yurakdan edi. Muqaddas opa bilan birinchi marta qo'l ushlaganimda qo'llari titrardi. Ammo yuragi barqaror urardi. Men u ayolning nigohida mehr ko'rdim. Mehr emas, boshpana. Tushunish, quvvat. Va bu menga hayotdagi eng katta sovg'a bo'ldi. Shahar buni eshitdi. Odamlar pichirlashdi. Qaynona-ku bu deyishdi. Uyalmasdan sobiq xotining onasiga uylandi deyishdi. Men indamadim. Endi odamlarning gapi meni qiziqtirmasdi. Chunki ular men yashagan og'riqni, yolg'izlikni, kechirimni bilmasdi. Men Muqaddas opani sog'ingan kechalarimni, yostigim hol bo'lgan tunlarimni esladim. Va shunda bildim, bu ayol meni hech qachon tark etmaydi. Biz oddiy to'y qildik. Mehmonlar kam edi, lekin yuraklarimiz to'la edi. U mening yonimda oppoq libosda turganida yoshini emas, faqat mehrini ko'rdim. Va endi men uyg'onganimda choyimni tutgan qo'l issiqligida yurak borligini his qilaman. U hayotga qaytgan. Men esa chinakam sevgini topganman. Men bu muhabbatni tanladim. U qaynona emas. U mening ayolim. Va men bu haqiqatdan qo'rqmadim. Hayotimiz sekin o'z iziga tushdi. Ko'chamizdagi ayollar ilgari assalomu alaykum deganida ko'zimizga qarardi. Endi esa xuddi ko'rmayotgandek bo'lib qoldilar. Erkaklar bo'lsa orqadan kulishdi, pichirlashdi. Lekin Muqaddas opa, endi mening ayolim, hech qachon egilmadi. Har kuni derazani ochib uyga quyosh kirgizdi. Har kuni ovqat tayyorlab boshimni bagriga bosdi. Men esa ishga ketayotib eshikdan chiqishimdan oldin har gal o'zimga shuni aytardim. Bu ayol meni hech kim bo'lmagan paytda quchoqlagan. Endi men ham uni hech kimdan uyaltirmayman. Va biz yashay boshladik. Oddiy, ammo chin yurakdan. U menga ko'p narsa o'rgatdi.
Har sozda tajriba, har jimjitligida sabr bor edi. Men esa unga yoshlik, kuch va muhabbat berdim. Ba'zida tunda u jim turardi. Sochlarini silab nima bo'ldi deb so'rasam, ko'zlari jimjimador bo'lib ketardi. Bilasanmi, odamlarning gapidan emas, sening pushaymon bo'lishingdan qo'rqaman, derdi. Men kulib javob berardim. Agar sevgi pushaymon bo'lsa, u sevgi emas, opa endi sen. U kulardi. Lekin ko'zlarida yosh chaqnardi. Biz bir-birimizga nafaqat sevgi, balki hurmat berdik. Odamlar bir necha oy ichida charchadi. Pichirlar tugadi. Biz esa davom etdik. Bugun muqaddas opa emas. Endi u muqaddas oyim. Ayolim. Yuragimning egasi. Va men bir umr aytib yuraman. Ba'zida sevgi o'zi uchun emas, balki seni tushungan yagona inson uchun tanlanadi. Bir kuni ishga ketayotganimda u menga termulib qaradi. Nigohi chuqur, so'zsiz. Yillar ogirligini ko'rsatadigan, lekin hali ham orzu qiladigan ko'zlar. Sen hech o'ylab ko'rganmisan? Dedi u nihoyat. Nima haqida? Dedim. Bola bizning bolasiz hayotimiz haqida. Unga qaradim. Yuragimda allaqanday bo'shliq ochildi. Ha, men o'ylardim. Har tong saharda uyg'onganimizda polzorlarda kichkintoylar yugurganini ko'rganda. O'ylardim. Lekin bu tuyg'uni unga aytmasdim. Chunki bilardim, u ham o'ylaydi, ammo o'zini aybdor his qiladi. Men seni bolasiz hayotga bog'lab qo'ydim, dedi u xuddi yuragini tokayotgandek. Yo'q, sen meni sevgiga bog'lading. Bola esa Allohdan, dedim. Shundan keyin kunlar davomida biz bu mavzuni yana ochmadik. Ammo yuragimizda u o'z o'rnini allaqachon topgandi. Bir kuni u menga qo'limni ushlab asta dedi. Balki bir bolani asrab olsaqchi. O'shanda yuragim ichkaridan qars etib yorilgandek bo'ldi. Shunchalik to'g'ri, shunchalik chin yurakdan aytilgan taklif ediki, men indamadim. Faqat qo'lini mahkam ushlab, ha, dedim. O'sha bolani yetimxonada ko'rdik. Ko'zlari bexabar. Go'yo hech narsani kutmaydigan, hech narsaga umid bog'lamaydigan bolakay. Ismi Islomjon edi. 5 yoshda. Onasini eslamasdi, otasi haqida gapirmasdi. Muqaddasoyim unga qarab sekin-sekin yaqinlashdi. Bola avvaliga cho'chidi. Lekin u qo'lini cho'zganda Islomjon charchagan, ishonchsiz, lekin so'nggi kuch bilan o'sha qo'lni ushladi. Men u paytda bir narsani bildim. Bu bola endi bizning yuragimizning davomi edi. Bugun Islomjon 9 yoshda. Menga dada deb murojaat qiladi. Ayolimga esa oyi. Odamlar biz haqimizda nima deganini u endi tushunmaydi. U uchun muhabbat bu biz ikki odamning ko'ngildan mehr berishidir. Men har gal unga qaraganimda o'zimga aytaman. Agar men qaynona deb atalmish bir ayolga yuragimni bermaganimda, bu bolaga ham yurak ochilmagan bo'lardi. Bu hayot. Ba'zida jamiyat noto'g'ri deb hisoblagan narsa aslida eng to'g'ri yo'l bo'lishi mumkin. Va men bu yo'ldan hech qachon qaytmayman. Yillar o'tdi. O'sha g'iybat qilgan qo'shnilar endi eshik oldidan o'tib ketayotganda salom beradigan bo'lishdi. Bolamiz Islomjon mahalladagi top o'ynayotgan bolalar bilan kulib chirchiq o'ynayotganida men uzoqdan qarab turar, shunchaki ichimdan shukr qilardim. Yaxshilik kechiksa ham yo'lini topadi. Muhabbat u jim yuradi, lekin oxiri yuraklarga yetadi. Muqaddasoyim endi menga har kuni xuddi ilk sevishganlardek qaraydi. Avvalgi uyatchanlik, orqaga chekinishlar yo'q. Endi biz jamiyatdan qochmaymiz. Endi biz hayotimizdan faxrlanamiz. Bir kuni mahallada bir ayol qo'limni to'xtatdi. U ilgari bizga eng ko'p pichirlagan, orqadan yomon ko'z bilan qaragan ayollardan biri edi. Menga tik qarab dedi. O'g'lim, avval aytmagan bo'lsam ham sizlarga havas qilaman. Hamma gapga qaramay mehrli bo'lib yashayapsizlar. Shu bola ham kuladigan bo'ldi. Oyi deb bagriga kiradi. Bu katta baxt. Men unga tabassum qildim. Ichimdan esa o'zimga aytdim. Biz g'alaba qildik. Lekin bu g'alaba janjal bilan emas, muhabbat bilan bo'ldi.
Ba'zan muqaddasoyim derdi: "Sen yoshsan. Bir kun afsuslanmasang bo'ldi." Lekin men unga har gal shunday javob beraman: "Men seni tanlab o'zimni topdim. Sen menga faqat ayol emas, hayot darsini o'rgatgan insonsan." Afsus emas bu faxr. Endi biz uydan chiqib Islomjonni maktabga olib boramiz. Odamlar qaraydi, lekin ko'zlarida ajablanish yo'q. Endi ular o'rganib qolishdi. Qabul qilishdi. Hatto ba'zilar yurakdan tushunib bo'lishdi. Va men har safar o'zimga bir haqiqatni eslataman. Sevgi yosh tanlamaydi. Sevgi izoh so'ramaydi. Muhabbatning eng katta jasorati u bilan yashab dunyoga ko'z tikib yurish. Tugallanmagan, lekin to'kis bir haqiqat. Bu mening hikoyam. Ba'zilar uchun u noto'g'ri, ba'zilar uchun g'ayrioddiy. Lekin men uchun bu to'g'ri yurak tanlovi. Men uni sevganim uchun emas, u meni hech kimga o'xshamagancha sevgani uchun shu yo'ldaman. Muqaddasoyim va men faqat ikki inson emas, balki ikki yengilgan yurakning bir-birini davolagan hikoyasimiz. Va bu hikoya hali tugamadi. Islomjon endi 16 yoshda. Bo'yi baland, ovozi yetilib qolgan. Maktabda eng faol o'quvchilardan biri. Do'stlari ko'p, jismoniy tarbiya fanidan eng ilg'or. Lekin yuragim sezardi, oxirgi oylarda u ichida nimadirdan qiynalayotgan edi. Bir kuni tun yarim bo'lganda xona eshigi ohista ochildi. "Dada, uxlamadingizmi?" "Yo'q, jonim." "Keling, o'tir." U yonimga keldi. Ko'zida haligacha bolalik bor, ammo ichkarida bir og'ir savol ham yashirin edi. "Men bugun maktabda internetdan bir maqola topdim. Yetimlik haqida. Farzand asrab olish haqida. Keyin o'zimni tutolmadim. Boshqa saytlarni ko'ra boshladim. Va men tugilganimda familiyam boshqa bo'lganini bilib qoldim. Men jim qoldim. Bu kun bir kuni kelishini bilar edim. Ammo tayyor emasdim. Hech qachon tayyor bo'lmaysan, deyishadi, rost ekan. "Meni kechiring", dedi u past ovozda. "Bilaman, sizlar meni ostirdingiz, sevib katta qildingiz. Lekin men asl kimman? Bilishni istayapman." Uning nigohida bizni tashlab ketish niyati yo'q edi. Faqat bir bo'shliq bor edi, uni to'ldirmasa qalbi tinchimaydi. Men unga sekin qaradim. "Islomjon, sening tugilgan joying qayerda bo'lishidan qat'i nazar, qalbing qayerda ulgaysa, sening uying o'sha. Biz seni doim sevganmiz. Sen bizning o'g'limizsan. Ammo agar bu haqiqat seni qiynayotgan bo'lsa, bil. Qidir. Men yoningdaman." Oradan bir hafta o'tdi. Islomjon sobiq bolalar uyidagi arxiv orqali onasi haqida ozgina ma'lumot oldi. U ayol hali ham boshqa viloyatda yasharkan. Hayotida og'ir sinovlar o'tgan. Bolasidan voz kechish unga ham oson bo'lmagan. Va Islomjon u bilan ko'rishdi. Qaytib kelganida ko'zida yosh bor edi. "Men uni kechirdim, dada. U menga muhabbat berolmagan, lekin bu hayot uni shunday qilishga majbur qilgan. So'ng u menga quchoq ochdi. Ammo siz meni tanlab sevgan ekansiz. O'zingizniki bo'lmagan bolaga yuragingizni bergansiz. Endi men bilaman, kimning farzandiman." Muqaddasoyim bu voqealardan so'ng xuddi ichidagi og'ir tosh ko'tarilgandek yengil tortdi. Islomjon uni qattiq quchoqlab shunday dedi: "Oyi, siz menga ayollikning eng kuchli qiyofasini ko'rsatdingiz. O'zingiz og'riganingizda ham boshqalarni sevishga davom etdingiz. Men sizni faxr bilan oyi deb chaqiraman. Doim ham shunday bo'ladi. Hayotdagi eng haqiqiy tanlovlar yurak bilan qilinadi. Ba'zi odamlar haligacha bizni tushunmasligi mumkin. Ba'zilar oramizdagi yosh tafovuni gap qiladi. Ba'zilar qaynona bilan yashab bo'lmaydi, deydi. Lekin men har kuni uyg'onib ayolimga va o'g'limga qarab shuni aytaman: men hayotimda eng to'g'ri tanlovni qilganman. Chunki ularni qalbim tanlagan. Va shu yetarli.